Aeroport tarafda Yuksalish supermarketining ro'parasida 8 qavatli binoning 7-qavatida 3 xonali kvartirani sotuvga chiqdi. Marhamat, mehmonxonadan boshlaymiz. Mana mehmonxonamiz keng, kattagina, TV zonalar qilib qo'yilgan, mebel qo'yish kerak bo'ldi. Mehmonxonadan chiqishimiz bilan mana holdan kattagina, bu yerda to'g'rida mana kattalar yotoqxona to'liq jihozlab qo'yilgan. Uyimiz 100% issiqpol bilan jihozlangan. Bu yerda oshxonada mana hamma mebellar qo'yib qo'yilgan. Xolodilnik uchun joy ajratib ketilgan. Mana bu yerda duh konturli kotel bor, ko'rishingiz mumkin. Oshxonadan chiqamiz. Bu yerda bolalar uchun yotoqxona, 2 bolaga mo'ljallab jihozlab qo'yilgan, 2 kravat, mana shkaflari bor. Boya aytganimda uyimiz to'liq issiqpol bilan hamma xonasi jihozlangan. Bu yerda esa sanuzel, vanna, tualet hammasi jihozlab qo'yilgan. Uyimizning umumiy maydoni 63 kvadrat metr, narxi $63,000 kelishiladi.